Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz tomga pena quyish jarayonini ko'rsatamiz. Agar siz ham tomingizni issiqlikni saqlash va sovuqdan himoya qilish uchun izolyatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Bu penalonbozni asosan loysuvoqlarni o'rniga qo'yamiz. Keyin yupqa bosilib qolgan loysuvoqlarni ustidan ham quysak bo'laveradi. Penalonboz haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Loysuvoqning afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loysuvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Keyin loysuvoqda yorilib ketmaydi, izolyatsiyani zo'r ushlab beradi. Bu taraflarimiz mana quyib oldik. Zo'r holatda chiqyapti. Mana qattiq ustida bemalol yursa bo'ladi. 1 tonnali, 2 tonnali suv bachuvlarni ham o'rnatib qo'ysa bo'laveradi. Ezilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha ustini ham tekizlab, urug'ini chiqarib bir xilda sifatli qilib quyib ketyapmiz. Ko'rib turganlaringda vassalida shlipovkani ustiga shu materialni shuni yozamizda, ustidan bir boshdan quyaveramiz. Shuning uchun bizga qora qog'oz unaqa qamishlar zaril emas, o'zining materiali bor. Vassali ustiga yozamizda, bir boshdan quyib ketaveramiz. Endi buni izolyatsiyasiga keladigan bo'lsa, uylarga shu 10 sm, 15 sm qilib quyish kerak iloji boricha. Effekti zo'r bo'ladi shunda. Endi ochiq ayvon peshomonlarga 7 sm qilib quysak bo'laveradi. Lekin uylarga shu qancha qalin bo'lsa, effekti shunchalik yaxshi bo'ladi. Izolyatsiyani issiq sovuq zo'r ushlab beradi, qalinligini hisobiga. Bu quyilib turgan mahsulotimiz to'sin vassalilarda chiritmaydi o'z aslida. Yana hamki shuni oldini olib, uylarni katta kichikligiga qarab dimoxod qo'yib yuboramiz. Misol politrindan, oddiy politrindan qo'yib yuboramiz, katta kichikligiga qarab 2 tadan, 3 tadan qilib, shunda bir qo'v aylanib turadi, chirishini oldini oladi. O'zi asli chiritadigan narsa emas. Buni quyganimizdan keyin nami bitta chiqib ketgandan keyin quruq holatda bo'ladi. Ana shunday holatda qoladi. Bu penalonbozimizni kvadratiga quyamiz. Narxlari 35 ming so'mdan boshlanadi. Qalinligiga qarab narx qo'shilib boraveradi. Bu penalonbozda aytib o'tganimizdek vazni yengil, shuning uchun o'rtacha to'sin tashalgan naveslarga ham yoki firma bo'lgan joylarga ham bemalol 7-10 sm qilib quysak bo'laveradi. Bemalol ko'taradi, vazni yengil. Lekin izolyatsiyani aytib o'tganimizdek a'lo darajada ushlab beradi. Keyin buni yupqa bosilib qo'ygan loysuvoqlar ustiga ham 5-7 sm qilib quysak bo'laveradi. Effekti zo'r bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam, kafolatli qilib quyib beramiz. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agar foydali bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va savollaringizni kommentda qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga.